Tavba. Voy. Ketib qoladi deb qo'rqqandim. Ketmabdi-ya. Bunaqalarchi qo'rqoq bo'ladi. Onasini etib qo'rqitsang, chizgan chizig'ingdan chiqmaydi. Ay, ering ko'rinmaydimi? Choyxonaga chiqib ketgan. Ay, shu ering hech uyda o'tirmaydi-ya. Uyda o'tirgan nima qilasan? Qancha ko'p yo'q bo'lsa, shuncha yaxshi. Hay tavba. Shunchalik bir-biringlardan zada bo'lganmisizlar? Hozir ayni bir-biringlarga suyanib qoladigan yoshda bo'lsanglar. Menga qara. Suyanib qolish uchun ham mehr berish kerak. To'g'ri. Kelin, Qo'yar. kelin. O'zi. Qo'yar dedim senga. O'zi. Kelin. Voy kelin. Kim u? Kelin qaramaysizmi? Eringiz ichib olib qabristonga ketib qopti. Bag'rini zaxga berib yotgan ekan. Bu ketishda ajaldan 5 kun oldin o'ladi-yu. Nima qildingiz? Ular bo'lsam o'lib bo'ldim. Shu odamga tegmay men o'lay. Xotiniga qo'shilib o'lib ketsa bo'lmasmidi? Hay kelin.